Bunga sabab asosan shu erkaklarda shu ishlamasdan shu ayollarni pulini olishmi yoki misol uchun yoshlar o'sha yani qilolmayotganmi, mehr berolmayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi shaxsan o'zimning fikrim bo'lishi mumkin. Endi to'g'ri, endi bunaqa narsa katta xato narsa-yu, lekin har kim o'ziga tegishlisini olish kerak-da. Misol uchun o'zidan kichkinami, o'zidan kattasi unaqa hurmat qilmasligi mumkin-da. O'shani hisobiga o'zidan kichkina ayolga turmush qursa, o'shanda o'zini vaqtdan topadi deb o'ylayman. O'zi o'g'il va qiz bolalar uchun ideal turmush qurish yoshi necha yosh deb o'ylaysiz? Misol uchun agar o'g'il bola o'zi uchun uylanish yoshi shu 24 yoki 25 yoshlarida deb o'ylayman. Agar o'zidan shu 3 yosh yoki 4 yosh kichkina ayollar uylansa, o'zini vaqtini topadi deb o'ylayman. Chunki agar misol uchun o'zi tengi ayolga uylanib qo'ysa agar, unaqa hurmat qilmasligi ham mumkin-da. Agar o'zidan shu kichkinaroq ayolga uylansa, o'shanda baxtini topadi deb o'ylayman. Bilmadim, endi oilasidagi tarbiyadan har kimning fikri har xil. Inson qanaqa yashashni xohlasa, shunaqa yashashga haqli. O'zi qiz va o'g'il bolalar uchun ideal turmush qurish yoshi necha yosh deb o'ylaysiz? 18-20